Bu yil mol boqqanlar foyda qildimi, qilmadimi bilmayman. 100% lekin yashurdan dod dedi. Mana shu mollar 2 martalab yashur bo'ldi. Kelgan paytda ham yashur bo'ladi. Semirib rosa yetilgan paytda yana yashur bo'ldi jonivorlar. Holatni qarang. Hammasida yashur bor. Mana. Yashur. Mana shu boshlab berdi. Bunda ham bor. Onlar zo'r semiradi. Afsus hammasi yashur bo'ldi. Bugun mana unga o'tibdi. Isitma chiqyapti, qaltirayapti. Ikki o'nlik beramiz. Bu ham yashur. Bular ham molxonadagi 70-80% mol. Başı 90 ham diyor. 1, 2, 3 ta mol. Naryoqda bitta mol. 80% mol yashur bo'libdi. Paftori bu, hurmatli obunachilar. O'tga kirgani kirib qoldi. Mana bu bugun boshladi, hech nima yemadi. Qolganlari anchasi o'tga kirib qoldi. Yashurlarga ko'pchilik so'raydi, nima qildingiz? Penistrip qildim. Vitamin kompleks qildim, multivit qildim. Penistripni 2 marta, 3 martadan novvoslarga 20 gramdan 2 kun qildim. Ularga 10 gramdan 1 kundan qildim. Spray. Ko'pchilik hali chem spray boshqa ishlatadi, o'zim aytda bormikin. Ashuni sizlarga yaxshi ma'lumot berib ketaydi. Mana bu ko'rayotgan bo'lsanglar oddiy zelyonka furatsilin aralashtirganman mana shunga. Zelyonka bilan furatsilin. Mashindan sepdim mollarga. 80 ming, 90 mingdan spray olganda mana shu yaxshi bo'ldi. Lekin effektini ham yaxshi bildirdi. Janovorlar qarang. Bu yil Allohim yaxshigina sinov berdi chorvadorlarga. Taylar уже yara bo'lib bityapti. Hammasi shu holat. Nima qilamiz? Elga degan to'y dedik. Qarang, oyoq qaltirayapti. Bu yengil o'tkazib o'zi mana shu boshlab berdi yashur bo'lishdi. Kim qanday davolayapti? Fikrlaringizni qoldirib ketasizlar. Biz shu hamma bilgan penistrip, megavit, vitamin kompleks sprayda nima sepganimni ko'rsatdim. Penistrip 450. Penistrip manosdan ham naqa urdim. Bu multivit ekan. Multivit mineral. Shu holat bir haftadan o'tdi. Mollar ko'p yashurdan tuzaldi. Bo'laklar yana bor. Yomon qiyin bo'ldi.